Salom o'zbeklarim, kurdilaring. Erkabo'lan bilan Odilxonning o'rtasida bo'lgan konfliktga ba'zi bir gandonlar aralashgan. Oktagon ligani agar boshliqlari buni ko'radigan kishilar dastoyni bolalar bo'lsa, bu mana bu ikkita chort aqranligini ishdan haydab uzr so'rattiradi. Nimaga uzr so'rash kerak? Chunki mehmon bo'lib kelgan insonga nisbatan uni gazovat qilib, uni davlana qilish bu sportsmenlik tomonidan ham, odamgarchilik tomonidan ham, musulmonchilik tomonidan ham hech qaysi ramkaga to'g'ri kelmaydi. Bu Oktagon liga agar shunday qilib dalshib gazovat qiladigan bo'lsa, bundaqayni ligaga qatnashish pozor bo'lishi kerak. Birorta dastoyni sportsmen u narsaga qatnashmas kerak. Chunki Odilxonga qilgan hurmat izzatni ko'rdilaring o'zlaring. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, Odilxon haqiqatan ham Oktagon ligani ko'tarilishiga noldan turibon boshidan qatnashib, один из populyarniy pop MMA'ni boyetslardan biri edi. Ular уже ko'tarildi, reytingni ko'tarildi, ozgina soqqa qildi va bartanut qilishni boshladi. Xullas kalom, mening вообще-то eng fikrim, ya'ni xohishim, toza fikrim, O'zbekistonning o'zida yo'q shunaqayni liga bo'lish kerak. Chem qo'shni davlatga borib, andishani qo'rqoq deb bilmasligi uchun O'zbekistonning o'zida liga bo'lish kerak. Shunaqayni xuyet qilganlarni olib kelib, kiletgani uchida maydalash kerak. Odilxon, biz seni qo'llab-quvvatlaymiz. Gaziga boskin Odilxon top, mana ikkita chort aqranlik bidaras. Sportsmenlar o'rtasida bo'lgan bir-biriga tiqish, bu hayb, bu ikkalasini lichi shaxsiy ishi bu. Ya'ni hech qanday bosim bo'lgan yo'q. Pop MMA'da bilasizlar, urush janjal bu, trash, это normal holat. Lekin mana ikkita aqranlik qilgan поступкасы чисто чертовской поступок. Так что Odilxon gazoyim, Odilxon legenda.